Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yana biz gaplashishga sizlar bilan gaplashay dedim. Xo'sh, bugun biz sizlar bilan YouTube'dagi Hayot Bobo kanalimizda kunjaralar haqida gaplashamiz. Bilamiz, har xil yog' chiqadiganki mahsulotlardan uni siqadi, yog'ini chiqarib oladi. Unda kunjara hosil bo'ladi. Avvallari bizda hozir eng haligi populyarniy bo'lgan, ko'p ishlatiladigan kunjaralar pista kunjara, paxta kunjara va soya kunjara. Pista kunjara bilan soya kunjarani asosan parandalarga ishlatadi. Ayniqsa soya kunjara parandaga juda ham foydali kunjara bo'ladi. Paxta kunjarani endi hayvonlarga. Pista kunjarani proteini 27. Agar toza pistani o'zi siqilgan bo'lsa 27 dan 30 gacha. Hozirga kelib pista kunjarani po'chog'ini mang'izini olishib olyapti, holva qilishyapti-da, qolganiga bu narsa qo'shib qilib qo'yapti, siqib qo'yapti kunjaraga o'xshatib. U unaqa 27-30 protein bermaydi. Mana shuning uchun pista kunjara olishda olayotgan joyga borib, qani bu tarkibi nima ekan deb ko'rib, bilib, keyin olgan yaxshi bo'ladi. Men olgan pista kunjara joyiga borib ko'rib, bilib, keyin 2600 dan olib keldim. Menga ma'qul bo'ldi. Yo'q deganda 20 dan tepa protein. Bu degan so'z 2 kilo bug'doyni yoki 2 kilo makkani kuchini beraveradi degan so'z. Endi soya kunjara bu tovuqlarning kunjarasi, tovuqlarni juda parandalarning tuxumlarini juda oshirib yuboradi. Olimlar aytgan ekan, mana shu soya kunjaralar berilganda, ko'paytirilganda nimaga? Parandalarga. Shu tug'ishi juda ham ko'payib ketgan ekanda. Nima sababdan bu soya kunjarada tug'ishi ko'payadi desa, soya kunjaraning tarkibidagi aminokislotalar tuxumni tarkibidagi aminokislotalar bilan juda ham o'xshashadi ekan. Endi paxta kunjaraga kelsak, ancha soya kunjara yaxshi, 10% gacha bersa rosa tug'adi tovuq. Endi paxta kunjaraga keladigan bo'lsak, paxta kunjarada gasipol bor, zahar bor. Uni so'ndirishda yo'li hayvonlarga berishda issiq suvga uyutiladi. Odamlarga endi yog'i, paxta yog'ini qizdiradi. Qizdirganda tarkibidagi gasipol degan zahar qobiqqa o'raladi. Ana shu qobiq holida shunday kirib, shunday chiqib ketadi. Shunaqa hurmatli obunachilar, hozircha